Hop, mana baliqlarimiz. Hop, krasniy shapshikalar, sherkallalar. Sherkalla, krasniy shapshika. Bu ham sherkalla. Prosta kallasi hali bir rasman chiqqani yo'q. Holati mana shunaqa. 12 santimetre, 13 santimetre keladi. Bu ham krasniy shapshikani bolasi. Sherkalarga o'xshab chiqqan. Krasniy shapshika bu mana. Krasniy shapshikalar bular. Hammasini sotib olamiz. Bolalari yetadi menga, bolalari bor. Hop, mana shu. Kichkinasi mana shunaqa kichkinalari ham bor mana. Eng kichkinalari mana shunaqa. Üstü ko'kimtiri bor mana, mayda qora, bu yog'i qizil. Ozmoz manaqa dumi bittaligi ham bor, ozmoz. Dumi ikkitaligi, bittaligi bor. Mana shular eng kichkinalari mana shular. Bunaqasidan ham ozmoz bor. Qolganlari mana shunaqa mana. O'zaro ko'rinishi mana. Mo'lari moda bo'lsa kerak, shuning uchun kallasi chiqmagan bular, moda. Nar bo'lganda kallasi chiqib ketadi mana, mashalar moda. Modaligini hisobiga, qiz bolaligini hisobiga kallalari chiqmagan. Keyingi yilga dahshat chiqib ketadi. Bir yildan keyin. Mana ular narlik uchun kallasi chiqib bo'lgan bular mana, o'g'il bolalik uchun. Mana ular hamma kallasi yo'qlar qiz bola mana. Mana uni o'g'il bola ekan, bu ham menimcha kalla chiqqan, monda ham mana kalla chiqqan. Krasniy shapshikalar. Krasniy shapshikaniki modasida ham chiqsa kerak, bu nar ekan bu. Mana bu moda ekan mana, krasniy shapshika kallasi uncha chiqmagan. Mana shunaqa. Ana kelyapti. Ashna qilyapti. Ana. Mana shunaqa krasniy shapshikalar ham mana shundan 50 tami, 100 tami bor. Bundan ham 100 tami, 150 tami bor. ...10 santimetr, 8 santimetr, 12 santimetr, 15 santimetrgacha mana mo'la 15 keladi mo'la. Mo'la 12, 13 keladi, onalar 15 keladi. Onalar endi 8 santimetr, 7 santimetr keladi. Mana mo'lalar uzun bular mana. 13, 14, 15 keladi. Mana shular 13 santimetr keladi mana shular. Dumi ikkitalik.
10 santimetrdan katta bular. Uzunini 3gacha hisoblaydigan bo'lsangiz 12-13 chiqadi. Bular ham 12 chiqadi bular ham. Kallasi uje chiqishni boshlagan mana. 1 yil o'tgan yili bahorda tashalgan. Bir yashar to'liq bir yashardan o'tgan, uje kalla chiqishni boshlagan. Nar ekan bu.